juda ham kam vaqt oralig'ida tayyor bo'ladigan, ammo ta'mi butun umr sizni yodingizda qoladigan karamelli cheesecake retseptini qabul qilib oling. Shokoladli pechenkalarimiz va funduklarimizni blenderda maydali misxona haroratidagi sariyog'ni solib aralashtiramiz. Tayyor massani qolipga joylashtiramiz va xolodilnikka yarim soatga muzlatish uchun yuboramiz. Bu orada cheesecake'imizni osnovasini tayyorlaymiz. Barcha mahsulotlarimiz xona haroratida bo'lishi shart. Qaymoqli krem cheese va shakarni solib bir xil massa bo'lgungacha aralashtiramiz. Qaymoqni solamiz va xona haroratida turgan tuxumlarimizni bittadan chaqib, yaxshilab tuxumlari yedirilgunigacha aralashtiramiz. Massamiz tayyor. Muzlatgichda yaxshilab qotib bo'lgan pechenkalarimiz ustidan massani solamiz. Listimizni 1-2 uramiz va listimizga qaynoq suvni solib, 140 gradusda pishirishga 1 soatga yuboramiz. Pishgach, ustalari shunaqa liqildoq bo'ladi. Gaz pechida avval xona haroratida sovutamiz va muzlatgichga 1 kechaga olib qo'yamiz. Bu orada karamel tayyorlaymiz. Karamel tayyorlanish retseptini opisaniyada to'liq yozib qoldiraman. Ideal darajadagi karamel xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Tayyor bo'lgan karamelimiz ustiga chimdim tuzni sepamiz va alohida idishga bo'shatib sovitishga olib qo'yamiz. Sovigan karamellarimiz ustidan yer yong'oq yoki funduk solamiz. 1 kecha xolodilnikda dam olgan cheesecake'imiz ustidan nachinkamizni solamiz. Ishonavering, bir bo'lagini yeganingizdan so'ng aniq o'zingizni to'xtata olmaysiz. Albatta tayyorlab ko'ring.